Aytdilarki, osmon qisirladi. Qisirlashga arziydi ham. Sahobalar hayron bo'lib, bu nimani anglatadi ey Allohning rasuli? Osmon qisirlashi nimadan dalolat qiladi? 7 osmon qisirlashi nimadandir dedilar. Astronomiyada hozir olimlarga ma'lum bo'lgan barcha ilm yuqoridagi haqiqatning 1% ham tashkil etmaydi. Bizning quyosh tizimimiz, galaktikamiz millionlab galaktikalardan birginasi xolos. Bir olim aytadi: agar galaktикамиздagi yulduzlarni nomlab chiqish uchun har biriga 1 soniyadan berilganda edi. Javobni eshitishga tayyormisiz? Buning uchun bizga 300 trillion yil kerak bo'lar edi. Shunda ham barcha yulduzlarni sanab bo'lmas edik. Bu faqat birinchi osmon haqida. Allohning rasuli sollallohu alayhi va sallam barcha osmonlar qisirladi va qisirlashga arziydi ham dedilar. Nega? Bu qisirlashning sababi nedir ey Allohning rasuli deyishdi. Bilasizlarki, ba'zida bir narsaning ustiga og'ir yuk tushsa va qandaydir bosimni ko'tara olmasa u qisirlaydi, ovoz chiqaradi. Allohning rasuli aytdilar, bu bosimni 7 osmon ham ko'tara olmaydi. Bu qanday bir bosim? Aytdilarki, chunki butun osmon bo'ylab unda 4 barmoq sig'adigan bo'sh joy yo'q. Bo'lsa ham bir farishta Allohga sajda qilib turgan bo'ladi. Sen esa Alloh mening ehsonimga muhtoj deb o'ylayapsanmi? Ibodat qilmasliging o'ylovida deb hisoblayapsanmi? Farishtalar Allohga sajda qilar ekanlar, osmon bo'ylab 4 barmoqlik bo'sh joy yo'q bo'lsa. Ular yaratilganlaridan beri uzluksiz Allohga sajda qiladilar. Ularning boshqa hech nima bilan ishlari yo'q. Milliardlab yillar davomida ular faqat uzluksiz sajdada bo'ladilar. Ular Allohga sajda qilayotib nima deydilar? Ey Robbimiz, bizni kechir. Kechir bizni ya Alloh. Sening haqqingni bizlar keragicha ado eta olmayapmiz. Biz sen buyurganingdek ibodatda bo'la olmayapmiz.